Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. Bu haftalık İstiklal haberleri programımıza kelganlarını kızgın qarşı alamiz. Ben Abdullah Yalqun. Maralbeshi nahiyesidagi vaqalikka inkaslar ko'paymoqda. 12 oktyabr kuni yuz bergan Maralbeshi yezi egilik bozoriga hujum qilish voqeasi yuz bergandan keyin nurg'un axborot vositalarida, jumladan Turkiyada chiqadigan gazetlarning xeyli ko'p sonida Xitoyning rayonda elib berayotgan bostirish siyosati ayblandi. 12 oktyabr kuni yuz bergan Maralbeshi yezi egilik bozoriga hujum qilish voqeasidan keyin Xitoy doiralari voqea haqida hozirga qadar hech qanday ma'lumot bermadi. Voqeada Xitoy tarafdan 18 ishg'olchi o'ldi, hujum qilgan 4 nafar mujohid hujum oxirida ishg'olchilar tomonidan etib shahid qilindi. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, voqea yuz bergan rayondagi bir soqchixona boshlig'ining bildirishicha, voqea sodir qilgan 4 hujumchining hammasilar aka-uka qarindoshlar bo'lib, ular Osman Mo'min, Avud Mo'min, Mahmud Mo'min va Aysa Mo'min qatorliqlar ekan. Bu voqea nurg'un axborot vositalarida tarqatildi. Jumladan Turkiyada chiqadigan gazetlarning xeyli ko'p sonida yer olgan xabarlarda bu voqelik ustida to'xtalib, soqchilar va Xitoy ko'chmanlariga qarata elib berilayotgan bu xildagi hujumlarning o'tgan may oyida Urumchida yuz bergan portlashdan keyin Xitoy doiralari yo'l qo'ygan atalmish terrorlikqa qarshi kurash qilish va qattiq bostirishni izchillashtirishga boshlagandan beri Sharq Turkistonning har qaysi joylarida bu xildagi voqealarning yuz berish qitim soni va oraliqining burunqidan bakrak avjiga chiqqanligi ilgari surildi. Xabarlar haqida mulohiza yurgizuvchilar Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga elib berayotgan inson taqat qilg'usiz darajadagi besimlarining aslidimi nohaqchiliklar sababidan aron nafas elayotgan Uyg'urlarning jinini olqiniga elib qo'yib, qarshilik qilishga o'tishga sabab bo'layotganligini, Xitoy doiralarining bo'lsa buningdan dars va ibrat elish u yoqda tursin, aksicha chiqqan har bir voqelikni faqatla chet eldagi bo'lgunchi kuchlarning kuch ko'rtishi, haddidan oshquchi radikal dinchilarning terrorchiligi degan bahonalar bilan qaralab, har voqelikning kelib chiqish mohiyati haqida aniq tushuntirish berishdan qochmoqda. Shundaqla o'lganlarning soni, voqea yuz bergan yer va vaqt haqida aniq ma'lumot berishdan qochib kelmoqda. Faqat bu xabarlardan turli yo'llarda xabarlar tarqalishga boshlaganda, hatto oradan necha 10 kun o'tganda yuzaki ma'lumot berish bilan kifoyalanish yo'lini tutmoqda deyilgan. Mulohizachilardan ba'zilari yana Xitoyning asli sonini yoshirgan taqdirdami voqelik ustida yolg'ondan bo'lsa-mu ma'lumot berishga majbur bo'lib qolganda o'ldi deb xabar berganlarning sonining may oyidan boshlab hozirgacha 244 kishiga yetganligini, xalqaro inson huquqlari tashkilotlarining faqatli Xitoylarning bergan bu ma'lumotidagi o'lgan odam soni uchun bo'lsa-mu Xitoyga xili burunla ogohlantirish berishi kerakligini ta'kidlab o'tdi. Xitoy mujohidlardan ansirab manevr elib bordi. Vatanimizda orqama-orqa yuz berayotgan hujumlardan qo'rqib ketgan Xitoy atalmish terrorlikqa qarshi turish, tasodifiy voqeani bartaraf qilish manevri o'tkazdi. 2014-yil 22 oktyabr atalmish Xinjiang jamoat xavfsizligi chegara mudofaa bosh atriti yerlik soqchilar bilan birlikda amaliy jangga yaqinlashgan terrorlikqa qarshi turish, tasodifiy voqealarni bartaraf qilish manevri o'tkazdi. Asosdagi hujumga qarshi elishish mahorati, charlash tarmoq atritining hujumga uchirishi, uy ichida ushtumtut hujum qilish va odam zich to'plashgan rayonda hujumga qarshi turish qatorliq mazmunlar manevr qilindi. Atalmish Xinjiang jamoat xavfsizligi idorasi chegara mudofaa bosh atritining tunishtirishicha, bu qatimliq manevrda yaqinqi bir necha yildagi amaliy jang usullari birlashtirilgan bo'lib, amaliyatchanlik va ishlatishchanligi nuqtaliq gavdalantirilgan ba'zi yangi jang usullari buningdan keyin Xitoyning asosiy qatlam kadrlarigacha kengaytirilgan. İsrail Cumhur Reisi Rivlin İsrailliklarning hammasi kasaldir dedi. İsrail Cumhur Reisi Rivlin İsrail xalqining hammasining kasal ekanligini va buni davolatish kerakligini e'tirof qilish vaqtimiz kelganligini bildirishimiz lozim dedi. İsrail Cumhur Reisi Rivlin İsrail xalqining hammasining kasal ekanligini va buni davolatish kerakligini e'tirof qilish vaqtining yetib kelganligini bildirishimiz lozim dedi. İsrailning Cumhur Reisi Rivlin İsrailning bilim akademiyasi tarafidan o'rinlashtirilgan yotlarga dushman va boshqalarni qabul qilish temasidagi yig'inda so'zlagan nutqida İsrailiyadagi arablar va yahudiylar orasidagi ziddiyatlar rekord yaratqidek darajaga yetdi.
o'xshamagan taraflar bilan bo'lgan munosabatlar bo'lsa, eng tuvan saviyada ketyotidi. Qattiq qo'lliq bo'lish kasalligi bo'lsa, faqatli ma'lum bir qatlam bilan cheklanib qolmasdan, barliq qatlamlarga umumlashmoqda dedi. Facebookda o'zining muayyan bir guruhning ko'z qarashiga butunlay degidek uyg'un bo'lmagan bir maqola yozganligini, buning bilan o'ziga yeziq shaklida nurg'un haqoratlar yog'dirilganini tilga olgan Revlin mundoq dedi. Biz har ikki tarafdan insonni cho'chitgidek voqealiklarga guvoh bo'ldik. Futbol maydonlarida bo'lgandek, hatto akademiyadami qattiq qo'lliq bor. İctimai təşviqat əslihalərdə, doktorxanalarda və məktəblərdə qattiq qo'lliq bor. Mən Martin Buberning deganidek, biz Yahudi bo'lishni unutdikmi deb so'ramayman. Buning o'rniga biz inson bo'lishni unutdikmi deb so'rayman. Biz qanday so'z qilishni unutdikmi? İsrailiyaning akademiyasidagi bilim odamlarining xalqdagi bu qattiqlikni aziltishda intayin muhim roli borligiga ishonaman. Pakistanlik general Xitoyning dushmanlari bizning dushmanlarimizdir dedi. Pakistan Xalq munosabatlari bo'limining mas'uli general Asim Salim Bachwa Pakistan Xitoyning dushmanini o'z dushmani deb qaraydi dedi. Pakistan hukumati terror bilan kurash qilish masalasida Xitoy bilan butunlay birdaklikni saqlaydiganligini va Xitoy doiralarining dushmanlarini o'z dushmani qatorida ko'rdiganligini bildirdi. Pakistan buningdan boshqa yana Xitoy bilan Pakistan orasida qurilishi planlangan tijorat koridori uchun yuqori darajalik bexatarlik tuzilmasi haqida ta'limot berdi. Pakistan Xalq munosabatlari bo'limining mas'uli general Asim Salim Bachwa Pakistan Xitoyning dushmanini o'z dushmani deb qaraydi dedi. Bachwa Global Vaqt gazetining muxbirining ziyoratini qabul qilganda biz Xitoyning dushmanlari bilan hech bo'shib qolmasdan kurash qilamiz dedi. Xitoyda 5 kunlik ziyorati bo'lgan Pakistan rahbarlari Xitoy bilan Pakistan orasidagi munosabatlarni har jihatdan taraqqiy qildirishni xohlaydiganligini bildirishdi. Pakistanning bu bayonotlari Xitoyning besimi va zulmi ostida yashayotgan Sharq Turkistondagi musulmon Uyg'ur turklarining andishisini oshirmoqda. Xitoy har qanday bir fursatda Sharq Turkistonda yashayotgan musulmonlarga qarshi besim, zulm va qatliamni davom qildiryotdi. Pakistan bilan Xitoy orasida qurilgan tijorat yo'li bo'lsa, dal Sharq Turkistondan o'tadi. Ali İzzet Begovichning xotira kunida Sharq Turkistonmo tilga olindi. Bosna Hersekning sobiq rahbari Ali İzzet Begovichning vafotining 11 yili bo'lganligi munosabati bilan 19 oktyabr Istanbulda xotirlash murosimi o'tkazildi. Bosna Hersekning mustaqilligi uchun hayotini atagan va haddidan oshgan irqchi kuchlarga qarshi ta'sirlik roli bo'lgan İzzet Begovichning vafot bo'lganligining 11-yili bo'lganligi munosabati bilan Üsküdar rayoni Bağlarbaşı yig'in zalida cho'ng turdagi faoliyat o'rinlashtirildi. Bu faoliyatni Yoshlar va Tantarbiya ministrligi bilan Üsküdar rayonlik hukumat hamkorlashib elib borgan bo'lib, Qur'oni Karim tilovati bilan boshlangan programmaga yuqorqi 2 o'rindan rahbarlar va nurg'un omma qaytildi va hamma birlikda İzzet Begovich uchun duo qildi. Programmaning ochilish marosimida Üsküdar rayonlik hukumatning boshlig'i Hilmi Turkman so'z qildi. U İzzet Begovichning islom dunyosi va Bosna Hersek uchun tarixiy roli bo'lgan bir rahbar bo'lganligini ilgari surib mundoq dedi. Oyig'i uzilmagan yomonliklar, zulmlar, o'limlar bo'ldi. Bo'lyotdi. Alloh bundan burungi yashaganlarimizni qayta yashatmasin. Bosna Hersekda shahid bo'lgan necha minglagan qarindoshlarimiz uchun Allohdan rahmat tilayman. Buningdan burungi mezgillarimizda Bosna, Checheniston, Myanmar, bugun bo'lsa Sharq Turkiston, Iroq, Somali, Suriya va Falastin haq bilan botil o'ttirsidagi urush ichida hayotlarini davom qilmoqda. İnsanlıqning insoniy g'ururining yora elishi va qonlarning eqishi davom qilmoqda. Bu realliklardan olgan tajribamiz bu urushning davom qildiganligini, shundaqla toki qiyomatgacha davom qildiganligini ko'rsatmoqda dedi. Uningdan keyin so'zga chiqqan rahbarlar İzzet Begovichning da'vo hayoti, uning da'vo hayotidagi prinsiplari haqida to'xtaldi. Hamda uning Bosna Hersek va butun dunyodagi musulmonlarning bosh egmas ruhiga ulgu bo'lg'uvchilarning biri ekanligini ilgari surishdi. Sharq Turkistonlik bolalar 6-cı qitimliq Dünya Ballar uchrashuviga qatnashdi. IHH insoniy yordam vaqfi tarafidan o'rinlashtirilgan 6-cı qitimliq Dünya Ballar uchrashuvi marosimi 18 oktyabr kuni Istanbuldagi Sinan Erdem tantarbiya zalida o'tkazildi. IHH vaqfi tarafidan o'rinlashtirilgan 6-cı qitimliq Dünya Ballar uchrashuvi marosimi 18 oktyabr kuni İstanbuldagi Sinan Erdem tantarbiya zalida o'tkazildi.
Bu fəaliyyət İstanbul şəhərlik hökuməti, Mədəniyyət Ministerliyi və Maarif Ministerliyining həmkarlışı bilan o'rinlashtirilgan bo'lib, 6-cı qitimli xalqaralıq ballar uçuruşu bo'lgan bu cho'ng ko'lamdagi fəaliyyətə Bosna Hersek, Albaniya, Mauritaniya, Somali, Makedoniya, Yemen, Suriya, Bulgariya, Qirg'iziston, Pokiston, Sri Lanka va Tanzaniyadan kelgan ballar qatnashgan bo'lib, Sharq Turkistonlik ballardan 3 nafari Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatidagi yetakchi o'qituvchilarning hamrohligida bu faoliyatga qatnashdi va yuqori davlatlardan kelgan ballar bilan birlikda sahnadan yarilib, dunyo yetim ballar naqshisiga jo'r bo'ldi. Qo'llaridagi ay yulduzlik ko'k bayroqni egiz lapildatib, butun dunyoning har qaysi joylarida birli vaqtda naq maydonda berilgan 130 kanal oldida dunyo xalqiga ovozlarini yangratdi. Bu uchrashuv munosabatiga Turkiyaning bosh ministri yordamchisi Yalchin Aktağ, Aile ve İctimai İşler Ministri Ayşe Nur İslam, Ma'rif Ministri Nabi Avcı, İHA Vakfı'nın başlığı Bülent Yıldırım ve her qaysi şehir ve rayonlarının başlıkları bulup, nurgun kişi katlaştı. Programa Kur'an-ı Kerim tilavet bilen başlandı. Arkadan İHA tarafından tayarlanan yetimler hakkındaki kısa film koyulgandayken, her qaysi devletlerden kelgen ballarının milli kıyafetleri bilen o'rinlagan yerlik oyunları nöbet bilen görüstüldü. Muavin Baş Minister Yalchin Aktağ programı davamında söz qilib, bizning diniy aqidamiz bo'yicha aytganda yetimlarga ega chiqish bizning muqaddas vazifamizdir. Yetimlik hargizmi yolg'iz qilish va ega chaqisi yo'q bo'lish deganlik emas, balki yetimlik ummatning, millatning farzandi bo'lish deganlikdir. Bizning payg'ambarimiz bir yetim edi. Biz buyukdan toki qabrigacha yaxshilik qilishga buyurilgan bir ummat bo'lish sifatimiz bilan yetimlarga ega chiqishimiz va hayotimiz bo'yicha yaxshi ish qilishimiz lozimdir. Bu bizning muqaddas vazifamizdir dedi. Programma jarayonida navbat bilan so'zga chiqqan rahbarlarning hammasi dunyoning har qaysi joylarida ichki va tashqi urush, ocharchilik, yo'qsizlik, tabiiy ofat, yuqumli kasalliklar qatorliqlarning sababi bilan yetim qilayotgan bolalarga ega chiqish lozimligi, har bir yetimning tarbiya va igdorchilikka ilinishining dunyoni qutqizish bilan o'xshash muhim ahamiyatga ega ekanligi haqida ayrim to'xtaldi. Tushdan keyin soat 2 da boshlanib, toki 4:20gacha davom qilgan programmaning oxirida qaytadan sahnaga birlikda chiqqan bolalar o'zlari uchun bu zalga qadam tashrif qilgan barliq mehmonlarga qo'l pulanlatib tashakkurlarini bildirishdi. Bu muqaddas omonat bo'lgan bolalarning boshlarini silab, bag'riga besish uchun sahnaga chiqqan mehmonlar ular bilan ham birlikda ham ayrim xotir rasmga tushdi. O'zlari uchun tayyorlangan hadiyalarni olgan bolalar qo'shal-xo'ram holda sahnadan ayrildi. Hong Kongdagi namoyish avjiga chiqmoqda. Xitoy doiralari mustaqillikqa urinish deb ayblayotgan Hong Kong namoyishini Hong Kong fuqarolari qo'lladi. Hong Kongda davomlashayotgan demokratiyani talab qilish namoyishini Xitoy doiralari chet el kuchlarining qudratquligi bor mustaqillikqa urinish deb aybladi. Ammo demokratiyani talab qilayotgan Xitoy fuqarolari Hong Kong namoyishi Xitoyga demokratiya umidini elib keldi deb ta'rifladi. İctimai taratqularda chechini tushirib o'tish, yig'ilish o'tkazish orqali Hong Kongliklarni qo'llash chaqiriqlari barliqqa keldi. 24 oktyabr dushanba kuni Hong Kong o'quvchilarining demokratik namoyishi 27 kuniga qadam qo'ydi. Navbatda Hong Kong namoyishining taraqqiyoti va hukumat doiralarining Hong Kong namoyishini qanday bartaraf qilishi va bundan keyingi Hong Kong siyosatida qanday o'zgarish bo'lishi va Hong Kong namoyishining Xitoy cho'ng quruqligiga qanday ta'sir ko'rsatishi qatorliqlar dunyo jamoatchiligini qiziqtirmoqda. Ma'lum bo'lishicha 18-19 oktyabr kunlari Hong Kongda davomlashayotgan namoyishda namoyishchi o'quvchilar bilan soqchilar orasida to'qinish ahvollari ko'rilgan. Xitoy tarafidan Hong Kongga tayinlangan bosh vali Liang Jinying o'tgan haftaning oxiri namoyishchi o'quvchilar bilan suhbat o'tkazishga 2 kun qolganda muxbirlarga bergan bayonotida Hong Kong namoyishining keyinda chet el kuchlarining qudratquligi bor deb ayblagan. Xitoyning xalq gazetimi yakshanba kuni bosh maqola e'lon qilib, Hong Kongda davomlashayotgan namoyish namda demokratik saylamni talab qilish deb atalsa-mu, ammo namoyishchilarning haqiqiy maqsadi Hong Kongni mustaqil qilishga urinish deb aybladi. Xalq gazeti e'lon qilgan bosh maqolada yana Hong Kong namoyishi yomon niyatli kishilarning o'quvchilarni ozdirib, qalaymiqonchilik chiqarishi deb ayblanib, hukumatning Hong Kong namoyishiga qarata qattiq tadbir qo'llanib, Hong Kongda tinchlikni asliga keltirishi ta'kidlandi. Xitoy doiralari Hong Kong namoyishini ayblayotgan sharoitda chet ellardagi Xitoy demokratlari va g'arb demokratik davlatlarida Hong Kongliklarning demokratiyani talab qilish namoyishini qo'llash chaqiriqi kuchaydi. Hatto Xitoy tilidagi ijtimoiy taratqulardami Xitoy turdoshlari Hong Kong namoyishini qo'llaydiganligini isbotlab, Hong Kongliklarni namoyishni davomlashtirishga ilhomlantirib, Hong Kongliklarning namoyishining Xitoy cho'ng quruqligida yashayotgan Xitoy fuqarolarining demokratiya tushining baldirroq amalga oshishiga zo'r madad bo'lganligi ta'riflandi.
Ma'lum bo'lishicha, navbatda Twitter to'g'rida Checheni tushirib o'tish orqali Hong Kongliklarga madad berish, maska taqib, cho'ng shaharlardagi xalq maydonlariga yig'ilish orqali Hong Kong namoyishchilariga madad berib, ularning harakatini qo'llash pozitsiyasini ifodalash chaqiriqlari tarqalgan. Twitter to'g'riga yo'llangan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Checheni butunlay tushirib o'tish orqali Hong Kong namoyishini qo'llash faoliyatiga ayollarmi ishtirok qilgan bo'lib, Twitter to'g'ridagi bosh suratlari orasida taqirbash ayollarning suratlari bargancha ko'paygan. Hong Kongdagi namoyishchilar orasiga Xitoy cho'ng quruqligidan kelgan fuqarolarmi qo'shilgan. Muxbirlarning ziyoratini qabul qilgan Sandongliq Wang Lixing namoyishchilar orasida o'ziga o'xshash cho'ng quruqliqdan kelgan boshqa Xitoy fuqarolarining borligini bildirib, Hong Kongda davomlashayotgan namoyish demokratiyaga tashna bo'lgan Xitoy fuqarolariga umid elib keldi degan. O'tgan bir hafta ichida Xitoy doiralari Xitoy cho'ng shaharlarida keng ko'lamli tutqun qilish, ta'qib qilish harakati elib borgan. Ma'lum bo'lishicha, ijtimoiy aloqa torlarida Hong Kong namoyishini qo'llash pozitsiyasini ifodalaganlar Hong Kong namoyishi boshlangandan buyon Checheni tushirib taqirbash bo'lganlar tutish obyekti qilingan. Sayohat nomida Hong Kongga kelmoqchi bo'lganlar ogohlantirilib, qattiq tekshirilgan va ta'qib ostiga ilingan. Shanba, yakshanba kunlaridagi Hong Kong namoyishida Hong Kong valiy mahkamasi oldidagi maydonda namoyish qilayotgan o'quvchilar bilan Hong Kong soqchilari o'rtasida to'qinish yuz bergan bo'lib, Xitoy matbuotlarida Hong Kong soqchilarining namoyishi o'quvchilarining hujumiga uchraganligi xabar qilingan bo'lsa-mu, ammo xalqaro matbuot xabarlarida Hong Kong soqchilari va Xitoy hukumat doiralari tomonidan namoyishga qarshi turg'uvchi omma deb atalgan salohiyati noma'lum kishilar tomonidan urib beshi yerib etilgan namoyishchi o'quvchilarning suratlari va o'quvchilar tayoq yegan naq maydon sinalg'u filmlari berilib, hukumat doiralarining Hong Kong namoyishini bostirish harakati ayblandi. 21 oktyabr seshanba kuni Hong Kongdagi namoyishchilar vakili bilan Hong Kong doiralari o'rtasida elib berilgan suhbat natijasiz oyoqlashdi. Muxbirlarning ziyoratini qabul qilgan bir qism namoyishchilar Hong Kong valisining namoyishchilar o'rtaga qo'ygan talablarini qabul qilmasa, namoyishni davomlashtiradiganligini va o'zlarining bu sababli qo'lga elinish qatorliq oqibatlarga tayyor ekanligini bildirishdi. Hürmetli izləyicilər, biz bu haqda Türkiye Ankara Hacettepe Üniversitesi Tarix Fakültesi o'qituvchisi, shundaqla strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram bilan suhbat elib boramiz. Hozir telefon xatimizda inshaalloh. Assalomu alaykum. Aleyküm ve selam. Doktor Erkin Akram qanday ahvolingiz? Rahmat aldı bilan programmamiz qatnashganligingiz uchun. Güzanlarına ahvalı qanday, yaxshimi? Allohu shukr, rahmat. Doktor, sizdan bilgan Hong Kong vaziyati 27 kunga qadam qo'ygan namoyish, o'quvchilarning namoyishi va 21-yilda o'tkazilgan o'quvchilarning vakillari bilan o'tkazilgan suhbatmi g'alabalik oyoqlashmadi. Bu namoyishlar bunda davom qilyotdi. Sizcha bu oldi bilan shu Hong Kong vaziyatini biroz to'xtalib o'tsak, nalarga qarab ketyapti bu vaziyat? Buningki bizning Sharq Turkistonga bo'lgan ta'siri, qanday ta'sirlarni elib keldi bu yerdagi ishlar, buni taqida to'xtalib o'tsak. O Hong Kong'ningki meselesi shu 2017'deki alaydı rayonunki başlığı ve 2016'da meclisninki azalarını saylaşta halk tarafından sayılsındaydı. Yani namzat özlerinin ismini koysun, halk sayılsındaydı. Ama Beijing hükümeti deydi ki hoş. Bu şu cemiyetinki her taraftan teşkil kılgan bir neç yüz adam birlikte namzatlarını koysun. Bu namzat ne hem de halk sayılsında adıdı. Bu ne? Şu öz vaxtıda 1997'de Hong Kong'nunki Xitayga qitilishi bilan birlikte bu gaplar batike. Çünkü bu Hong Kong'nunki asas kanunu degan o kanunlarda bundaq maddani qo'yibdi. Hozirgi o'quvchilar va ba'zi ma'lumlar buni o'zgartirishga tirishyotir. Şunlaşka bu yine şu Hong Kong asas kanunga tayinib turib, şu demokrasi hareketini qilishga ruxsatlik degan maddaga tayinib turib qilyapti. Xo'sh. Ama başka maddelermi var? Misalga şu Hong Kong'nunki cemiyetinki tinchligiga, iqtisodiy taraqqiyatiga degandek ashlarga ziyon bergan vaqtida soqchi idorasi bunga müdahale qila oladi deb maddami bor. Shunga Hong Kong soqchisi boshda ashunda kuch ishlatishga tirishmoqda.
Misalga 87 közde yaş çıkardan bombanı mı etip kapaktı. Keyin çoğun cidal olup ketme sonunda halkarada çoğun inkazla kip ketdi. Hazır hem de halkınki inkazını güçlendirip medyada şöyle teşvikatını güçlendirip bu namaş kılvatkanlarınki Hong Kong'unki bütün kanunlarına hilap kılganlığını ta'kidlab hazır bu namoz qilayotganlarga bisim ishi berdi. Xo'sh. Bununla birlikte yani bir buyruk düşerdi. Bu buyrukta şu balla mayli ma'lumlar olsun, yaş ballar olsun, şu meydandan çekilip geçsin deydi. Hem de eğer de çekilmese bu buyrukka hilap kıldı deb bunu mu kanun yoluyla hal kılmakçı? Yani jig'ib kelgan chaqda bu namoyishga bo'lgan bisimlar mayli mushu mediada bo'lsin, mushu axborotda bo'lsin, mayli mushu qonun chetdan bo'lsin, bularga jiq bisimlar bo'ladi. Bisim bo'lgan siri, men misolga jamiyatda xili bisimlar kelyotadi. Chunki nurg'un odamlarningki turmushiga ta'sir yetkazadi, tijoriy faoliyatlarga ta'sir yetkazadi. Bu uzugan siri bu iş, bu namoyishchilarningki manfiy chetda bir taraqqiyot bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Chunki ishg'ol qilgan yeri mushu Hong Kong'ningki eng markaziy va ham hukumatning ham tijoratningki ham de mablag'larningki iqishninki markazidagi. Misol 3-ay, 4-ayda Tayvanda ham shunga o'xshaydigan bir namoyish bo'ldi, ammo ular majlisni ishg'ol qilgan. Şununla halkınki turmuşuğa pek ziyan vermiyor ama bu Hong Kong'daki aslında uzayan seri iş namoyishchilarningki manfiy tarafga taraqqiy qilayotgan bir ahvol paydo bo'lyapti. Agarda mushu Sharq Turkiston bilan bog'lab deydigan bo'lsak, agarda mushu namoyish g'alabiyat bilan qozongan bo'lsa, Xitoyda bu alayda rayonlarningki kanunlarını icra kılışka bir müsbet bir terakkiyat buludu. Hoş. O vakti Şarkı Türkistan'daki otonom rayonunun kanununu icra kılışka mecbur kılış lazım. Ama bu Hong Kong'dakiler bunun galibiyet kazanışı biraz tersek görünüyordu. Şu anşka Hong Kong eğer de şu Xitay merkezge zıç bağlandığın bir ahvol paydo bo'lib qolsa, misol Hong Kongdagi siyosiy, iqtisodiy har jihatda Beijing hukumatiningki qo'li bilan veya bismi bilan ya da ta'siri bilan mangdiganlar bo'lsa, vaqtida Sharq Turkistonninki alayidlik rayon, ya'ni bu avtonom rayon degan statumi yo'q bo'ladi degan gap endi. Sizcha shu Xitoylar o'zining davlat axborotlari deyotgandek bu Hong Kong'ni mustaqil qilish harakati, bu o'quvchilarning namoyishi, chet el kuchlarining qudrat qo'li bilan qilyapti degan asos, degan so'zlar Xitoyning mediasidagi. Bu so'zlarning qanchalik asosi bor va Xitoy agar bunday davomlashaversa, sizcha shu xuddi Beijingdagi o'quvchilar harakatini qandoq bostirish ehtimolligi bormi sizcha? Ahırkı sualdan başlay, Xitoy bularga Tiananmen meydandagi o kanlık vakabıyla neticelendirişini kalamaydı. Çünkü Mao Beijing, Mao Hong Kong. O 89'daki Xitoy bilan hazırki 2014'deki Xitoy o'xshamaydi. Bugünkü Xitoy dünya bilan texima bunday g'ich munosabati var. Şununla dünyadan bir iqtisodiy jihatdan bisim kelgan chaqda, misol embargodek bir ahvol paydo bo'lib qolsa, Xitoyningki mushu hozirgi iqtisodiga nihoyatda cho'ng ziyon berdi. Ya'ni Xitoy agarda misolga shug'ullangan bo'lsa, mushu iqtisoddan boshlaydi, ya'ni Xitoyning shug'ullanishi. Shuningga iqtisodga ziyon bergan har qanday ishni Xitoy qilmaydi. Qilsa boshchilik qiladi, hozir uni so'zib tortib ağızıp o namoyishchilarni ahiri ularni mushu günahkar halga ekemekçi. Hazır sizlar degandek misolga bular Hong Kongni mustaqil qilmoq istaydi. Bu namoyishchilarningki shuarlarında veya nishonlarında bundaq bir mustaqil degan narsa yo'q. Ben deb o'tdim 2016 ve 2017'deki
saylanda namzatlarını halk saylasın da oldu. Aşınçılıklı bir talep bu. Şununla bu yerde müstakil buluvadıdı diyen biraz oy bile çıkaran bir gap. Yani emli bir gap. Xitay oydurup çıkaran gap tamam. Ondan başka bu chet ellikler bunu destekliyordu, kollavadı diyenler pek işençilik bir gaplar. Çünkü İngiliz bile şu Amerika şu namaşka pek çok kollaş bomba da bir yerde. Başka namaşçılama narazı hazır. Şu Amerika ve İngiliz'e. Çünkü Amerika ve İngiliz'in manevi cette Hong Kong'un terakkiyetiga bir mesuliyeti buluş lazım. Çünkü bunların arasında kilişimler var. Ama bu iki devlet pek çok bir küçük bir şekilde inkazlarını göstermedi. Aksine Tayvan taraftaki çınarak güçlüyecek bir inkazını gösterdi. Şuna bu Xitay hükümetinin ki o digenlikleri ben ebeyde bütkendek aslında şu namaşçılarına ağızıp vaktini uzatkan sürü ulağı çıkarak bir günahını atıp ahırı günahkar kılıp bularını sotka apırıp sotlamak cendi. Rahmet bu sualınız, bu cevabına yaxşı cevap oldu. İkinci bir sualım olsa, doktor, ahırkı siz takip qıtırvatsız vatanda Şarkı Türkistan'da yani arka buluvatkan hareketler kündün günüge eşip berivatıdı. Xitayga qarşı bo'lgan hareketler, Xitayning bununla bo'lgan cevabı ait qattiq buluvatıdı. Şu ahirki umumi bir vaziyet, Şarkı Türkistan'ın vaziyeti ne qarab ketivatıdı. Bunun keyinki aldığımız günlerde qandaq nimelerini tahmin qilsiz Şarkı Türkistan'da. Ve yeni bir muhim mesele olsa hazır reallıqımızda buluvatkan yani bir qancha yillardan buyon davomlashayotgan yani Uyg'urlarning sirtqi qechib chiqish harakatiningki to'xtamasdan davom qilishi bununla Xitay sizce bununla qasdanga ko'z yumib turyotamdi bu ishlarga. Xitay qandaq planlarni o'ylayotdi Uyg'urlarni sirtqa qechib chiqib ketishiga ko'z yumish orqali mushahdagi fikringizni deb baqsaq. Hazırki Şarkı Türkistan'ın vaziyet naiti keskin. Bu keskin diyen gap şu Şinstey'ninki vaktideki zulümne naiti keskin dep görmez. Ama o hazırki vaziyet Şinstey'ninki vaktiden mı ötep ketken bir zulüm var, bir bisim var. Çünkü sormay turupla Uygurlarını öldüreleydiğen ahvallar peyda buluvadıdı. Yani birisi kızıl çıraktan ötep gelse urvatkan, birisi tekşirediğin yerden ötep gelse urvatkan, öldürvatkan, birisi kıyçıvatkanlar putuğu oktayıp anondan kim bununla sakçıga vakırsa sakçı biripla, mengizini urupla veya jürgüge urupla öldürvatıdı bularını, oklarını. Yani Şarkı Türkistan'da halganca Uygurlar şu hayvanlarını öldürgendek hazır hayvanını öldürse mi ona yemez hazır çünkü sotlar var olan sotlaydı garip devletlerde bilirler. Hoş. Ama Şarkı Türkistan'da bunda vaziyetler pek köpeyip gitti hazır. Bu isim köpegen seri bununki inkazı mı şiddetli buludu. Ama bu inkaz şiddetle bir mezgil geçe. Kim bir mezgil geçe hem de şu Xitay hakimiyetinin bu bisimge karta bazı şu kurallık bile olsun ya da şiddet yolunu tanıganlar olsun. Bunların bir kısmı ölüdü, bir kısmı türmede kalıyordu ama kalanları ümitsiz bile karab kaldı bu ahvalga. Çeteldeki Uygur teşkilatının ki aciz buluşu. Bularga sahip çıkışının ki imkanları bolmaslığı. Xitay'nın ki bu katı bisimlerinin ki devam buluşu. Uygurlarının ki bu ümidini yoktup koyuşunun ki ihtimali aldığımızda görünüyordu. Çünkü Xitay'ın ki maksatımı muşu Uygurlarının muşu ümitlerini sündürmek ve belini sunduruş. Şunun bile en azında bir 50 yıl Şarkı Türkistan'da bir tinçlik buludu diyen bir planın ki aksıda turvatıdı Xitay'la hazır. Şu başka hazır naite şu Uygurlar için bir milli facia diyen bir noktada hazır. Eğer de bu noktada bunu tosamıgan takdirde Xitay hakimiyetinin hazır kılmışlıkları
netice algan buludu ve Uygurların ki ümitimi belki acizleşip gidilgan bir ahvalla peyda buluş mümkün dep oylaymandı. Hamda ikinci sorgan sualım bu hem de Müslümanlar için hem de katı zulüm nasıl kalgandaki hem de hicret kılış lazım. Müslümanların ki rayonlara hicret kılış lazım o bu diyen bir adetler var ama Peygamberimiz hicret kılgan çağda tekrar Mekke'ye kaytımen de Medine'ye bağlan. Yani Şerq Türkistan'a tekrar kaytış bununki esas maksat oludu. Eğer de bu çıkan Uygurların bir kısmı hicret manadan çıkan bir Uygurlar eğer de mişerde yaşap gitme boldu o memleketteki halkım nimbosu bolsun üzerinden hayatını yaşayman diyen vakti din cette onunla birdiğen bazı cezalar buludu. Bundan günahları buludu. Yani bir kısımda hem de cihat kılmen dep çıkıdı. Hem de cihatınki hem de nurgu ekmiyet cihatınki Kur'an-ı Kerim'de o çeşitlerine yani hıllarını demigen bile hadiste bunun hıllarını digen. Yani zulüm kögen topraktaki Müslümanlar o zulümge karşı mücadele kılış gerek. Yani küreş kılış lazım. Ama o zulüm körüvatkan toprağını taşlap koyup başka toprak bağan çağda bu vacip bolamda bomamda bu bir yerde bir mesele var. Hoş. Şununla mandak mı düşünüş lazım yani bir cihette, insani cihette. Ben zulüm kögenliki ben bir yerde yaşırım yok. Ben çıkışka mecburum. Ama sahne şunda köp boğaşka hazır başka bir kumanlık mı peyda buluyordu da hazır. Yani bu Uygurlarına Xitay çıkağız vatamda o dedi. Ama Xitay'da başka bir vaziyet var. Buna dikkat kılış lazım da oylayamam. Çünkü bu Xitay'da insan kaçakçılık yani etkesçilik var. İnsan etkesçilik. Bu Çigra'daki sakçılar olsun, askerler olsun, bunlar hemmisi parkur oğaşka pulunu ağanlar hemmisi Çigra'dan çıkırıvatıdı. Çıkan Uygur ballardan sorsanlar ama şu mışak yaplarını kılıdı hem de. Tabii bu başka bir hıl düşüncemenin ihtimali var. Mesela Şerq Türkistan'da bunlar cidel çıkırdığan haklar boğaşka cidel çıkırdığanga mahir bir insanlar olsa bunlar çıkıplar işte sırtta nerede ölse ölsün ya da nerede yaşasın diyendek. Hazır Galp devleti bulup mu Avrupa devleti aşındak mı? Mesela memleketin içinde aşındaklık potansiyel deyimiz üşürün teröristler olsa Irak'ı kitamdı, Suriye kitamdı kessin deple közünü yumup ötküzvetken. Hazır hem de onda oylamaydı bu. Sayma belki aşına oylagan buluş mümkün ama bence şu Çigra'daki sakçılar ve askerlerinki pulunu ağaçka bu insan kaçakçılık meselege kıramdaki dep oylayman de. Rahmet nayet yaxşı bir fikir verdiniz yani cevap verdiniz. Köptün köp rahmet size. Rahmet kabul kılığınız için. Rahmet size. Oldu emse. Xudoga emanet. Allah emanet. Hoşçakalın. Al-Qaid Teşkilatı Şarkı Türkistan hakkında çağrı kıldı. Al-Qaid Teşkilatı'nın Eş-Şabab Mücahit Yaşlar Grupusu axbarat tarmıqı Şarkı Türkistan hakkında 10 hakikat namlıq maxsus makale e'lon qilib, Şarkı Türkistan'ı İslam xalifeliginin qo'yniga qaytirilish kerakligini bildirdi. Al-Qaid Teşkilatı Şarkı Türkistan'ı İslam xalifeliginin qo'yniga qaytirilish kerak deb chaqiriq qildi. Hong Kongdan chiqadigan Janubiy Xitoy sahar gazetining xabar qilishicha, Al-Qaid Teşkilatı'ga bağlıq ekanligi bilan bilingan Somalidagi Mücahit Yaşlar hareketi o'zining inglizcha jurnalda Sharq Turkistonni besib olingan musulmon tuproqlar deb ko'rsatgan va bu tuproqlarni islom xalifaligining qo'yniga qaytirib olish kerak deb chaqiriq qilgan. Xabarga qaraganda Qiyomat nomli mazkur jurnalni Al-Qaid tashkilotining Ash-Shabab axborot tarmog'i yangidan nashr qilishga boshlagan. Jurnalning bu sonida Sharq Turkistonni bilamsiz. Sharq Turkiston haqida 10 haqiqat nomli maxsus maqola e'lon qilingan. Maqolada Xitoyning Sharq Turkistonda diniy yo'sinda kiyinishni, Qur'on o'gitishni cheklaganligi va Sharq Turkistonga Xitoy ko'chmanlarini sistemalik yo'tkiganligi bayon qilinib,
Sharq Turkistondagi musulmonlarning tahdid ostida ekanligi ko'rsatilgan. Xabarda naql qilinishicha, Singapur Texnologiya universiteti professori Ahmad Hashim dunyoning boshqa joylaridagi jihodiy tashkilotlarning Uyg'urlarning Xitoylar tarafidan bostirilayotganligiga bora-bora qiziqishga boshlayotganligini bildirgan. U mundaq degan: Xitoyning davlat kuchi eshishiga ergashib, ular Xitoyni qabih davlat deb tunishga boshladi. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda yuz bergan barliq qarishliq harakatlarini chet ellardagi bo'lgunchi yoki jihodiy kuchlarga bog'lashga tirishgan va shuni bahona qilib Uyg'urlarga qaratgan bostirishni hassilab kuchaytgan. Al-Qoida tashkiloti o'z jurnalida e'lon qilgan Sharq Turkiston haqida 10 haqiqat nomli maqolaning G'arb dunyosidagi Uyg'ur davosiga qanday ta'sir beradiganligi hozircha ma'lum emas. Halbuki Uyg'ur Amerika jamiyati raisi Olim Seytov xalqaro savdo vaqt kelisining bu vaqtdagi ziyoratini qabul qilib, Uyg'urlar bu xil chaqiriqlarga parvo qilmaydi degan. U yana Al-Qoida tashkilotiga o'xshash tashkilotlarning Uyg'ur yoshlarini o'ziga qaratish uchun shunday chaqiriqlarni qildiganligini bildirgan. Biz bu vaqtda Istanbulda yashayotgan jamoat arbobi Abduqodir Yapchan bilan suhbat elib bordik. Abduqodir Yapchan so'zida bu chaqiriqning kechikib qilingan chaqiriq ekanligini, aslida baldur e'lon qilinishi kerakligini bildirdi. Haqiqat haqiqatligini o'zgartmaydi. Xo'sh. Bu bir haqiqat. Bu 1000 yil burun fatih olgan, islom bilan nurlangan, bir islom davlatiga aylangan, davlatning ijtimoiy va siyosiy tuzumi, ijtimoiy munosabat, axloq, o'lchim qatorliq hammasi islom bilan o'lchindigan, bundoq bir davlatga aylanib qolgan bir tuproq. Bu tuproqni oldi keyin ular 1884 1849 jarayonlarda Xitoy ishg'ol qilib oldi, besib oldi. Ya'ni Xitoy tajovuzchilari, ishg'olchilar tomonidan besilgan fatih tuproq. Ya'ni islom davlatining tarkibiy qismi bo'lgan bir tuproq bu. Xo'sh. Buni hech kim inkor qilolmaydi. Bular aslida buni burun e'lon qilishi lozim. Bugun biz Xitoyning Sharqiy Turkiston musulmonlarga, o musulmonlarning ayrılmaz bir ailesi bo'lgan, ummatning bir ayrılmaz ailesi bo'lgan, ummatning tarkibiy qismi bo'lgan, ummatning tuproqining bir qismi bo'lgan bu tuproqni Somalidagi Mujohid yoshlar tashkiloti 2004-yili qurilgan bo'lib, fikr jihatda Al-Qoida tashkilotiga ergashdi. Somalida kuchli harakat qilayotgan siyosiy islomiy jihodiy tashkilotdir. Uning jihad nishoni Somali hukumati va uning ahli salib ittifoqdoshlari bo'lib, tashkilotning a'zolarining aniq soni noma'lum bo'lsa-mu, 7000 atrofida ekanligi taxmin qilinmoqda. Tashkilot ichida yerliklardan boshqa arab va boshqa chet elliklardan bor bo'lib, ular yangi kirgan a'zolarini 6 haftalik qattiq chiniqtirishdan keyin hujumlarga elib chiqadi. Tashkilotni avval Somali hukumati boshda bo'lish bilan birga ko'plagan davlatlar terrorlik tizimiga kirgizgan bo'lib, buning ichida Amerika, Norvegiya va Shvetsiya qatorliqlar bor. Qur'onni dastigan axloqsiz qo'lga olindi. Turkiyada bir din dushmani Twitterda Qur'oni Karimga dastlab turgan rasmini tarqatdi. Buning bilan sotchilar darhol harakatga o'tdi. Turkiya Cumhur Raisi Recep Tayyip Erdoğan bu da'voga aralashdi. Turkiyada bir din dushmani Twitterda Qur'oni Karimga dastlab turgan rasmini tarqatdi. Buning bilan sotchilar darhol harakatga o'tdi. Turkiyaning Cumhur Raisi Recep Tayyip Erdoğan bu da'voga aralashdi. Bundan bir qancha kun avval Kedi Biti, ya'ni Mushuk Piti ismli bir Twitter ishlatuvchi axloqsiz ayol Qur'onni dastlab turgan rasmini Twitter qo'llanuvchilar bilan ham bahrladi. Anqara shaharlik hukumat raisi Malik Gökçek advokati Asannur Azga orqali islom diniga haqorat qilgan bu ayol haqida sud mahkamasiga darhol ariz sundi. Tezlikda harakatga o'tgan sud va taftish doiralari Kedi Biti ismli bu Twitter qo'llanuvchisining İstanbulda yashaydigan 38 yoshli GA ismli bir ayol ekanligini aniqlab chiqdi. İstanbulda darhol qo'lga olingan GAning kompyuteri va qo'l telefoni musodara qilindi. So'roq jarayonida o'zining ateist, kommunist ekanligini bildirgan GAning ustidan Qur'onni dastlab turib rasm tortish bilan qolmasdan Turkiya xalqining beshli bo'lgan cho'ng rahbarlariga haqorat yog'dirish, to'kmat qilish, xalqni o'ch adovat va dushmanlikka kuch kiritish, ziyonkashlik qilish va ommaning tinchligiga buzg'unchilik qilish maqsadida
haqorat qilish qatorliq jinoyatlar bilan da'vo ochildi. Islom dinining muqaddas kitobiga bo'lgan o'chmanlik va haqorat qilishdek bu axloqsizlik ishiga Turkiyaning Cumhur raisi Recep Tayyip Erdo'g'an o'zining advokati orqali aralashdi. Turkiya Diyonat ishlarining boshlig'i Mehmet Görmezmi bu haqda ariz sunish uchun advokatiga maxsus ta'limot berganligi ilgari surildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bu haftalik istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.